Do'stlar, mana amazon.com your order delivered. So, bugun sizlar bilan birgalikda unboxing qilamiz. Unboxing check. Ana nima chiqadi? Hop, ikkita box olib kelishdi. Birini ochib qo'yibman, ko'rsatmasdan. Hop, soat bilan mikrofon zakaz qilgan edim. Soatimizni ko'rishingiz mumkin. Qanaqa soat zakaz qildim Amazondan. Mumkin. Tipa G-Shock'ga o'xshar ekan. Pindos degan brend. Menimcha buni svetlari ham bo'lsa kerak, a? Da. Именно shuni videolarni YouTubedan ko'rib, soat zakaz qildim. Xo'p, ko'raymi? Qo'li zo'r o'tiradi, prozrachniy. Atela shunaqasidan oldim. Qanaqa bo'ladi? Xo'p. Ko'rishingiz mumkin soatni. Qo'li zo'r ko'rinar ekan. Cho'lani. Xo'p, bu kechki payt zo'r yonadi. Kechki payt buni test qilgan videomizni ham tashlab beraman sizlarga. Videoga joylab yuboraman, ko'rishingiz mumkin. Bundan keyingi qismida soatimiz har xil rangda yonadi. Xo'p, keyingisi soatimiz skidkada $30 oldim. Soat 45-47 dollarlik soat ekan. Shunda men $10 yo $13 diskont bilan oldim. Xo'p, keyingi narsa yaqinroq keling. Adxonbek Yo'ldashev, qani? Jizanimga chiqardim. Bismillah. Qaraylar. Hoppa. Lark M2. Bu mikrofondan hozir hamma blogerlar ishlatishyapti. O'zbekistonda qaysi blogerni qarasangiz, mana shu blogerlar mana shu modeldan ishlatishyapti. Ko'pchilik blogerlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana shu mikrofonni shu kiyimiga taqib olib, u yoq bu yoqqa qistirib olib ishlatishyapti. Juda ham reytingi baland hozirda. Ochib ko'ramiz, qani. Narxi $100. Men inobatga olib qo'yilib. Buni har xili bor. 3 xil varianti bor. Biri kamera, kompyuterlarga tushadigani, ikkinchisi Type-C, uchinchisi Lightning, ya'ni eski turdagi iPhone'larga tushadigan konnektor. Xo'p. Bu Type-C menimcha. Bu Type-C'da. Type-C buni men skidkasi bilan $92 ga zakaz qildim buni. Soatimiz $30 ga tushdi. Bu $92 ga tushdi. Tomlari yerda. Xo'p, katta korobkaning ichiga kichkina so'yib. Ichida nimalar bor? Bu Chexoli, charjeri. Opa, menga mana shu narsa kerak edi. Xo'p, charjerlari bor ekan. Bu yerda o'sha shamol bo'ladi-yu, ovoz eshitilmaydigan unaqa. Shunga ichida machalkasi bor. Machalkalari bor. Bunisi zapas, chunki bu yerda ikkita mikrofon bor. Bunisi nima? Ipi ekan, osib bor. Da, shu bo'yinga taqib oladigan, bo'yinga osib oladigan. Hop. Bundoq qo'yib. Qo'lda bo'lsin-a? Hop. Mana bu konnektori Type-C telefon o'rtasiga. Bu yerda ikkita kanallik mikrofon. Hop. Bu Huawei telefoni. Bu magnit ekan, bir yopish. Mana bu magnit. Estoga men qaratingchi. Kiyimda magnitni Hop, do'stlar, deb videolar chiqadi. Bugun sizlar bilan birgalikda unboxing qildik. YouTube'ga tez orada uzoq 2 kunda YouTube kanalimga chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Telefonga qanaqa o'rnashadi. Orqasida magnit bor ekan. Magnit alohida ajraydi. Kiyimga yopishadi mana. Duosi videoda YouTube'da ko'rib olamiz. Mana soatimiz
ko'rinishi bunaqa tarzlanadi. Ko'rishingiz mumkin. Buni rangini o'zgartirsa ham bo'ladi. Tushda qizlar ishlatsa sariq, oq, mana oq ham cho'tkalarga. Hozir yechib ko'rsataman. Mana yonishi hali qo'lda qanaqa chiroyli turadi. Oq. Bunaqa setimizga bo'lyapti. Boshida korobkada chiqqanda shu rang bilan chiqdi. Men hayron qoldim. Bo'ldim, boshqa rang o'zgarmaydimi deb o'yladim. Bu yerdan bosib tursa, shu rang o'zgargan, yashil. Qizil mana. Hoy, men mana shu rangga juda yoqdi. O'ylashim bo'yicha rangi ham muhim emas. Lekin chiroyli ko'rinadi. Qaranglar, qanaqa chiroyli ko'rinadi. Xo'p, do'stlar, mana men ishlayapti. Yonib turibdi. Bu yerda yonib turish chiroqlari. Soatimizni unboxing qilib oldik va mikrofonimizni unboxing qilib oldik. Qutisi. Bir korobkada to'planib yotibdi. Menimcha ovozni qanaqa yozyapti ekan? Videodan keyin bir tekshirib ko'ramiz ovozni ham. Do'stlar, demak, keyingi video kontentlarimizni kutib qolinglar. Albatta sizlar bilan birga YouTube kanalida ko'rishguncha sog' bo'linglar.